Bu siz bilgan taxminiy og'irligi 3 tonna bo'lishiga qaramasdan 4 sekund 0 dan 100 gacha qo'zg'aladigan 602 kompressorli 682 otquchi 885 Nm ga ega bo'lgan Cadillac Escalade V seriya. Endi tasavvur qiling, xuddi shu dvigatel taxminiy og'irligi 1800 kg keladigan yengil sedanga o'rnatilsa nima bo'ladi? Bu siz bilgan CT5 yoki CT5 ning V seriyasi emas. Bu Cadillac oilasining eng tezkor va eng eksklyuzivni yengil sedani hisoblanadi. Bu super sedanimiz uchun ikki xil turdagi uzatmalar qutisi taqdim qilinadi. Birinchisi mexanika 6 pog'onali, ikkinchisi esa avtomat 10 pog'onali va eksklyuziv tarzda faqatgina RVD bo'lib ishlab chiqariladi. Va eng qiziq ikkita jihatdan birinchisi 602 litrli supercharged kompressorni bo'ladi. V obrazli 8 silindrga 668 ot kuchi 893 Nm ni siz uchun taqdim qiladi va 0 dan 100 gacha bor yo'g'i 3-4 sekund sarf qilishi mumkin. Shahar ichi va shahar tashqarisida mix holatda 20 litrgacha xarajat qilishi mumkin. Interyer esa hashamatli V seriyaning atmosferasini taqdim qiladi. Panorama tom, premiumli akustika, massaj, ventilyatsiyalar va hokazo. Narxi esa har doimgidek bor yo'g'i $139.900 bo'ladi.